O'zbekistonda hozir qaysidir dalboyob rejissyorlar chiqib qo'ygan qaynota yo dalboyob qaynona yo fohisha kelin yo ko't qo'shni degan kinolar olyap turgan vaqtida qisqa qilib O'zbekiston kino industriyasini o'ltirishyap turgan bir vaqtda Amerikaning Netflix kompaniyasi, ya'ni rejissyor Jacob Schwartz, Amir Timur, ya'ni Buyuk Tamerlan haqida, bizning qahramonimiz, bizning bobomiz haqida kino opti. Amir Timur emas akalar, Amir Timur. Amur emas. Syomka 2022-yil boshlangan ekan, 2025-yil, ya'ni mana shu yili yozda уже birinchi relizi chiqadi ekan, treyleri chiqadi ekan. Syomkaga Qozog'iston hamda O'zbekiston komandasi birlashtirilgan ekan, sababi tarixiy voqealarga maksimal yaqinroq bo'lish uchun 3 yil vaqt ketibdi. Hatto bir tomondan bizani fohisha kelin, to'taqchi kelin, amini yegan qaynota degan kinolarda oladigan rejissyorlardan o'sha amerikaliklar olgani yaxshi. Sababi 3 yil vaqt ketdi olganiga, biznikilar olganida bir 3 hafta vaqt ketadi. Bitta tualet qurib qo'yib, mana bizning bobomizni yashar joyi deb turib, bitta dalaga qo'yib olibdi, hali traktorda bitta agatini olardi, bug'doylarni yig'ishtirib yoqib yuborardi, bo'ldi. Ashu urush maydoni bo'lardi. Ko'proq ham urush emas, ko'proq menimcha ashu oilaviy muammolarni ko'rsatishardi shekilli biz rejissyorlar shu yerda ham. Amir Timurning rolini Christian Mortensen, ya'ni amerikanskiy aktyor o'ynagan, lekin Amir Timurning xotinini o'zimizni o'zbekskiy aktrisa Yulduz Rajapova o'ynagan. Biz shunaqa bir ishtiyoq bilan kutyapman, shu Amir Timurning buyukligini shu Netflix ko'rsatib bermasa, biznikilar latapita bilan o'tkazib yuboradi kinoni ham, onasini ham.